Bugungi videoda sizlar bilan Power Gym'dan B08 Pro gorizontal velotrenajyorini obzorini hamda ishlash funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Bu velotrenajyorimizdan nima maqsadda foydalanishingizga masalasiga birinchi o'chirda e'tibor o'tmoqchiman. Bu velotrenajyorimizdan asosan biz yosh katta insonlarga tavsiya qilamiz. Sababi yosh katta insonlar o'tirib turishga qiynalishadi. Bundan tashqari tik o'tirib haydashadigan bo'lsa, belga, umurtqa pog'onasiga ortiqcha bosim tushib qolib, og'riq berib qolishi mumkin. Shu sababli ham yosh katta insonlarga aynan gorizontal, ya'ni suyanchig'i bor velotrenajyor tavsiya qilamiz. Bundan tashqari bo'g'imlarda kasalligi bor yoki og'ir operatsiya o'tkazgan mijozlarga ham bu narsani tavsiya beramiz. Reabilitatsiya uchun e'tibor o'tganimizdagi bo'g'imlarga, umurtqa pog'onasi hamda muskullar uchun xavfsiz trenajyorlar orasiga kiradi. Bemalol yuqori vaznli insonlar ham bundan o'tirib foydalansa bo'ladi. Ko'pincha ahamiyat bergan bo'lsangiz, sport zallariga ham gorizontalli velotrenajyorlar qo'yiladi. Umumiy hamma foydalana olishi uchun vaznda ham muammo bo'lmaydi, ishlashda ham muammo bo'lmaydi. Endi Power Gym'ning B08 Pro modelini aynan o'ziga keladigan bo'lsak, bu modelimiz 150 kilogacha bo'lgan foydalanuvchi insonlarni bemalol o'zini ichiga ola oladi. Elektromagnit maxavikali bo'ladi. Elektromagnit maxavika lentadan ham turistdan ham yaxshiroq bo'ladi va og'irroq nagruskada bemalol foydalansangiz bo'ladi. Endi umumiy bu modelimizdan obzorga keladigan bo'lsak, birinchi o'rindagi qulayligi, buni stenasini bo'yga moslab, ya'ni oyoq uzunligiga moslab foydalansangiz bo'ladi. Kamerani yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Orqa qismida o'zini maxsus tirgachi bor. Shu tirgagidan bemalol ko'tarib, o'zingizni oyog'ingiz uzunligiga moslab, tepaga yoki pastga surib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Xuddi shu tirgagidan bemalol o'zingiz oyog'ingiz uzunligiga yoki bo'y uzunligiga moslab, baland yoki past qilib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Aynan yosh kattalar uchun bu narsa qulay bo'ladi. Va bemalol suyanchig'iga suyanib olib o'tirishganligidan keyin pedalga oyoq qismini qo'yib olib, o'ziga qulay tarzda xohlasangiz stenkasiga bor ruchkasidan yoki umumiy rul tarafchi ruchkasidan ushlab olib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Endi bitta ekranni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Ekranni ko'rishingiz mumkin. Aynan yosh kattalar uchun deb urg'u beramiz. Sababi uni raqamlari, yozuvlari katta qilib ko'ringan, bemalol yosh katta odam qulay qilib foydalanishi uchun. Endi buni afzallik taraflariga keladigan bo'lsak, buni bemalol odam ozish uchun maqsadida foydalansa ham bo'ladi. Masalan, body fat degan rejimlari bor. Jinsingizni belgilaysiz, ayol yoki erkak. Uni belgilaganingizdan keyin bo'y uzunligi, vazn uzunligi, bundan tashqari vazn og'irligini va qancha ozmoqchiligingizni ham bemalol belgilab foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'zini ruchnoy modlari ham bor. Ularni ham umumiy foydalanishga ishlatsangiz bo'ladi. Qo'shimcha sifatida buni ventilyatori ham bo'ladi. Yosh katta odam nafas qaytishi mumkin, havo yetmay qolishi bor yoki tana juda qizib ketib qolishi bor. Aynan shu holatlar bo'lmasligi uchun bunga maxsus ventilyator o'rnatilgan. Mana yaqinroq olib kelsangiz kamerani, endi o'zi ko'rinmaydi, lekin ovoz eshitiladi. Ventilyator ishlayapti. Ma'lum darajada ozgina yuz atrofidagi havoni yengillab turish uchun foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Bundan tashqari endi ekran nimasiga ko'rsatib o'tmoqchiman. Yana ekraniga qaytamiz. Ko'rishingiz mumkin, ekranda ham o'zingiz ruchnoy qo'lda to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Bemalol, misol uchun kaloriyani hisoblasangiz bo'ladi. Yoki vaqtga qo'yib, misol uchun 30 daqiqa yoki undan oshiqroq vaqtga qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Qo'shimcha qilib, boshqacha uslubda ham, misol uchun masofaga, kaloriyaga vaqtga qo'yib, o'zingizni belgilab foydalansangiz bo'ladi. Yosh katta ota-onamiz uchun asosan vaqtga qo'yib berganimiz qulay bo'ladi. Misol uchun 20 daqiqalik mashq jarayonni belgilab qo'yamiz. Mana asosan mana 20 daqiqa qo'ydim. Ko'p emas, kam emas, yetarlicha bo'ladi deb o'ylaymiz. Modda berganimizdan keyin o'zi bu ishlashga tushadi. Start tugmasini bosamiz. Vaqt orqaga sanashni boshlaydi. Plusni endi qanaqa o'lchaymiz deydigan bo'lsak, yosh kattalar uchun ham plus kerak bo'ladi, chunki ularning davleniyasi bor, bosim bor, yurak urishi tezlashib ketishi mumkin. Ruchka qismida mana ko'rishingiz mumkin, davleniya uradigan qismini belgilash uchun mo'ljallangan o'zining qismi bor. Bemalol qo'lni qo'yib foydalanishgan paytligi puls qismida mana chiqib beradi. Mana 72 turibdi, yosh katta odamniki bundan sal tezroq yoki sekinroq odam individual bu yurak urishi bo'ladi. Endi qo'shimcha yana sifatida pedalni og'irligini ham belgilab ishlatsangiz bo'ladi. Pedal og'irligini ham ekran o'zidan foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari qo'l qismida maxsus plus va minus ko'rinishda bo'lgan o'z ruchkalari bor. Bemalol bular orqali ham mana bosib og'irlashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Og'irlashaveradi, yengillashtirsangiz bo'ladi, bemalol o'zingizga qulay qilib foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari dizayni ham ko'rimli qilib ishlangan. Bemalol uylarga qo'yib qo'yilgan bo'lsanglar ham interyerga mos tushib ketaveradi. Ko'jalari Eco laser bo'ladi, tez qirilib to'kilib ketmaydi, chiqarmaydi o'zidan. Umumiy olganda sifatli, premiumga javob bera oladigan, ya'ni premium talablarga javob bera oladigan velotrenajyor deb hisoblanadi. Siz ham ota-onangizni yoki yaqinlaringizni shunaqa trenajyor bilan xursand qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz uchun sog'lomlashish uchun xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab o'zimiz yetkazib, o'rnatib, tayyor qilib beramiz.